Assalomu alaykum, alaykum assalom. Yangi Cobalt mashina motorining yog'ini qanchada alishtiraman degan. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar, xudo xolasa nasib bo'lib salondan yangi salafan mashina olib chiqsangiz, uzog'i 1000 kilometr, 5000 kilometr yursiz ham misol, motoringiz qisib, taqillab qolmaydi. Lekin siz bilmaysiz u zavodda, salonda qanaqa yog' quyilgan. 5 ga 30 mi, 10 ga 40 mi, 0 ga 30 mi, qishgimi, yozgimi siz uni bilmaysiz. Sifat haqida, qaysi brend, germanskiymi, italyanskiymi, fransuzskiy uni bilmaymiz biz. Shuning uchun mashina o'zingiz pulingizga peshana teringizga kelgan bo'lsa, 1000 kilometrda to'king, o'zingiz asha zamin masladan qo'ying, garantiyasini olib, eng qizig'i ko'ngil xotirjam, ko'ngil to'q haydang. Korobka yog'ini avtomat korobkalar oshib ketsa 80 mingda. Mexanikalar 100 mingning tepasida korobkaning yog'ini alishtirasiz. 200 ming yursiz ham qisib qolmaydi korobka. Lekin ko'ngil xotirjam. Bu videoda salondan yangi mashina olib chiqqan oshnangizga jo'natib qo'ying.